Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkiston Milliy birlik shurosi g'albilik oyoqlashdi. 13-iyul kuni Istanbulda boshlangan Dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining 11-navbatligi va Sharq Turkiston Milliy birlik shurosining 2-qatimligi bugun g'albilik oyoqlashdi. Yig'inga Turkiya ishchi va 18 davlatdan tashkilot mas'ullari, olimlar, jamoat arboblari va ziyolilar ishtirok qildi. 4 kun davom qilgan yig'inning oxirgi kuni Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon yig'in xulosa dokumentini o'qib o'tdi. Yig'in xulosa dokumenti o'qish asnosida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillar sahnada yer oldi. Hidoyatulloh O'g'izxonning so'zlarining asosli mazmuni tovandikicha edi. Yig'inning keyingi bo'limlari 7-oyning 14-kunidan 17-kunigacha Istanbulda leksiya so'zlash, dokument berish, muzokara olib berish bilan davom qildi. Birinchi, vatanimizning ismi Sharqiy Turkiston. Ikkinchi, Sharqiy Turkiston tarixdan beri Sharqiy Turkiston xalqining zaminidir. Üçüncü, Sharqiy Turkiston Xitoylar tarafidan ishg'ol qilingan bir zamin. To'rtinchi, oy yulduzli ko'k bayroq Sharqiy Turkiston mustaqilligining simvolidir. Beshinchi, Sharqiy Turkiston davosida Uyg'urlik, Turklik va musulmonlikdan iborat 3 omilni bir-biridan ayirib qaramaslik kerak. Xulosa dokumenti e'lon qilingandan keyin pishqadam ustoz Niyoz Damullojim duo qildi va yig'in ishtirokchilari bir-biri bilan qizg'in holda ko'rishib xo'shlashdi. Xitoy Trampning savdo urushi haqidagi so'zlariga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Donald Trump mushu yilning 2-chorakida Xitoy iqtisodining 6,2%lik o'sishi haqida to'xtalganda bu ostilashning savdo urushining natijasi ekanligini aytganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang axborot e'lon qilish yig'inida prezident Trump aytgan Xitoyning iqtisodi nihoyatda ostilganligi uchun Amerika bilan darhol kelishim tuzish umidida bo'lganligi haqidagi so'zlarning xato signal beradiganligini bildirdi. U dunyo iqtisodining o'sishidagi aniqsizliklarga va muqimsizliklarga qaraganda Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qimmatining yaxshi ekanligini eskartib, Xitoy rejimining o'z oldiga kelishim hosil qilish orzusining yo'qligini qayd qildi. U Amerikadagi nurg'un sohalar va iste'molchilarning Xitoy mollaridan qo'shimcha boj olishga norozi ekanligini bildirib, Xitoy bilan Amerikaning ikki tarafga foydali bo'lgan kelishim tuzishi ikki davlatning xalqiga foydali bo'lishdan sirt, o'xshash vaqtda yana bu xalqaro jamiyatning orzusidir dedi. Xitoy davlatlik statistika idorasi Xitoy iqtisodining bu yilning 2-chorakida 6,2%, bu yilning dastlabki yarmida bo'lsa 6,3% oshganligini e'lon qilgan edi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitterda Xitoy davlatlik statistika idorasining bayonoti haqida Xitoy iqtisodida yaqinqi 27 yilda eng to'van o'sishning ko'rilganligini eskartib, Amerika yo'l qo'ygan boj siyosati shirkatlarning Xitoydan ayrilib qo'shimcha boj elinmaydigan davlatlarga ketishiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Minglarcha shirkat Xitoydan chiqib ketyapti. Bu sababdan kelishim tuzishni xohlaydi degan edi. Malayziya hukumati Xitoy shirkatining 240 million dollarlik mablag'ini qaytarib oldi. Fransiya xalqaro radiosi torining tunugungi xabarda bildirilishicha, Malayziya hukumati bu oyning 5-ida Xitoyning neft trubi yo'li qurilishi shirkati CPP'ning Huifeng bankisidagi 240 million dollar mablag'ini o'tkazib olgan. Xitoy neft trubi yo'li qurilishi shirkati Xitoy neft guruhining tarmoq shirkati bo'lib, bu qatimliq vaqa oldingi yil 7-oyda to'xtatib qo'yilgan necha milliard dollar qimmatidagi energiya trubi yo'li qurilishi bilan aloqador ekan. Malayziya prezidenti bu haqda ifoda bildirib, mazkur shirkat o'z ustiga olgan energiya trubi yo'li qurilishiga selingan 80% mablag'ning topshirib bo'linganligini, ammo qurilishning faqat 13%ning tamomlanganligini, shuning uchun hukumatning mablag'ini qaytarib olganligini bildirdi. Xitoy neft trubi yo'li qurilish shirkati 2016-yili prezident Najib hokimiyat yurgizayotgan vaqtida Malayziya dengiz yoqasidagi 600 kilometrlik energiya trubi yo'li qurilishini qo'lga keltirib olgan bo'lib, prezident maxotir vazifa o'tkazib olgandan keyin bu savdo qurilishining adil bo'lmaganligini
qaytadan muzokara qilinishi kerakligini bildirib, bu loyihani to'xtatib qo'ygan. Xitoy neft turbi yo'li qurilish shirkati bu to'g'risida aloqador tarmoqlar bilan suhbatlashayotgan bo'lib, zarur tadbirlarni qo'llanib, o'z manfaatini qo'g'daydiganligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar Xitoydagi taraqqiyotga badal bo'lgan zulmlar temasida yig'in o'tkazildi. 16 iyul kuni Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar Xitoydagi taraqqiyotga badal bo'lgan zulmlar temasida muhokama yig'ini ochildi. Bu qatimqi yig'inning riyosatchisi Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchi Turdi Xo'ja oldi bilan yig'inda so'z qilguvchi shaxslarni tunishtirib o'tgandan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrligining muavin yordamchi ministri Demokratiya, kishilik huquq va emgak idorasining boshlig'i Scott Bazbini ochilish nutqi so'zlashga taklif qildi. Scott Bazbi so'zida bugunning o'zida diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'ini va uning qo'shimcha faoliyatlarining tangli boshlanganligini, mushu bir qator jiddiy faoliyatlarning markaziy nuqtasidagi temalarning biri Xitoy rejimi ijro qilayotgan kishilik huquqni oyoq osti qilish siyosatlari ekanligini so'zlab o'tdi. Bo'libmi Xitoyning iqtisodiy jihatdan gullanishiga ergashib, milliy va diniy sohalardagi farqli hodisani tahdid deb qarashga yuzlanganligini, shu sababdan dinni xitoychilashtirish degandek tarixda misli ko'rilmagan shuarni o'ttirg'a qo'yib, Xitoy tavasida bo'libmi Sharq Turkistonda diniy e'tiqodni siyosiylashtirishga zo'r kuch sarf qilayotganligini, mush sababdan millionlarcha kishining lagerlarga qamalganligini, butkul Sharq Turkistonning ismi-jismiga loyiq soqchi davlatiga aylanib bo'lganligini bayon qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarning haqiqatanmi ig'ir bir holga kelib qolganligini alohida ta'kidladi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonda ijro qilayotgan nazorat sistemasi haqida kishilik huquqni ko'zatish tashkiloti Xitoy bo'limining mudiri Sophie Richardson maxsus to'xtalib o'tdi. U hozir Xitoy rejimining insonlar turmushini texnik go'zallikka va qulaylikqa ega qilishini nishon qilgan taraqqiyotning belgilari bo'lgan yuqori fan texnika vositalarini Uyg'urlarga zulm selish va qiynash vositasiga aylantirib olganligini, amdilikda bo'lsa bu texnikalarni chet ellardagi Uyg'ur muhojirlarini parakanda qilishga qadar qo'llanayotganligi haqida ko'plagan jonliq misollarni bayon qilish orqali yig'in ahliga Xitoy rejimining taraqqiyot manzarasi orqaga yushiringan zulmatlik hodisalarning birini tasvirlab berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dulqin Aysa apandimo o'z navbatida so'z elib, Xitoy rejimining navbatdagi taraqqiyot nomida Uyg'urlarni bostirish harakatining tasodifiy o'tirg'i chiqib qolgan hodisa emasligini, buning amaliyotda Xitoy rejimi Uyg'urlarning vatanini ishg'ol qilib olgan vaqtlardan boshlab ijro bo'lishga boshlaganligini, faqat uning o'xshamagan mezgillarda, o'xshamagan nomlarda davom qilib kelgan bo'lsa-mu, uning mohiyatida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini eslatib o'tdi. Jurnalist Taha Aqyo'l Turkiyaning Uyg'urlarga ega chiqishi kerakligini bildirdi. 7-iyul kuni Turkiyadagi tunilgan obzorchi Taha Aqyo'l apandi Uyg'ur turklari va Anqara mavzuliq obzor e'lon qildi. Pishqadam obzorchi Taha Aqyo'l apandi obzorida Turkiya hukumatini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. U obzorida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti mas'uli Michel Bacheletni o'z ichiga olgan tekshirish hay'atining Sharq Turkistonning xohlagan joyiga berib tekshirish elib berish taklifining intayin muhim ekanligini yozgan. U obzorida Turkiya prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an Yaponiyaning Osaka shahrida chaqirilgan 20 davlat guruhi rahbarlari yig'ini oxirlashgandan keyin 2-iyul kuni Xitoyga xizmat ziyorati elib borganda Xitoy raisi Shi Jinpingning Turkiyaning hay'at uyushtirib Sharq Turkistonga tekshirish ziyorati elib borsa bo'lganligini aytganligini bayon qilib mundaq yozgan. Stalin mezgilda Sovet ittifoqi hukumati g'arb davlatlaridagilarni taklif qilib, zavod va kolxozlarni ekskursiya qildirgan. Fransiyalik mashhur yozuvchi Andara Gida zavod va kolxozlarga hayron qilib, Stalinchi bo'lib ketgan edi. Prezidentimiz Rajab Tayyip Erdo'g'an 2-iyul kuni Xitoyga elib borgan ziyoratida Xitoy raisi Shi Jinping Turkiya hay'ati kelib ko'rsa bo'ladi debdi. Agar hay'at Sharq Turkistonga borsa, Stalin usuli bo'yicha ekskursiya qildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi 22 davlat vakillari qo'l qo'ygan talab xatida xohlagan joyga berishga ruxsat qilish talab qilingan. Hay'atdan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Kishilik huquq komiteti mas'uli Michel Bacheletmi o'rin oldi ekan. Bu ziyoratning nima foydasi bor demanglar? Ko'p foydasi bor. Tunilgan obzorchi Taha Aqyo'l apandi Qaror gazetining 7-iyul kunidagi sonida e'lon qilingan obzorida Turkiyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatda Xitoyga bunchavala yumshoq muomala qilmay Uyg'urlarga ega chiqishi kerakligini ta'kidlab mundaq deb yozgan. Bugungi kunda yumshoq kuch uqumi intayin muhim. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning buningga ehtiyoji bor.
Xitoy hokim mutlaq davlat turuqliq o'zining iqtisodiy taraqqiyotni qo'lga keltirganligini dunyoga yumshoq kuch deb sunmoqda. Xitoy dunyoga zolim, madaniyat dushmani bo'lib to'nilishni xohlamaydi. 2-oyda Anqara Xitoydan Uyg'urlarga elib berayotgan besim siyosatini to'xtatishni talab qilganda, Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchisi Dingni bu xil bayonotlar ikki davlatning tijoriy munosabatiga ziyon berdi deb tahdid solgan edi. Falastin va Misr masalasida Yevropa davlatlariga qarshi hayva qilgan Recep Tayyip Erdo'g'an Xitoy gazetida Xitoy davlati bilan o'xshash ko'z qarashda ekanligini ilgari surib maqola yozdi. Xitoy davlat raisini qimmatli do'stim Shi Jinping dedi. Uyg'ur masalasida o'zaro nozik masalalarimizni nazarda tutgan holda hal qilish yo'li topalaydiganligimizga ishonaman deb qo'ydi. U Xitoy bilan tuzmoqchi bo'lgan milliard dollarlik energiya qatnash to'xtamnomalarini nazarda tutib, shundoq deganligi aniq. Albatta, hay Xitoy deb hayva qilmasimi, ammo Turkiya Uyg'ur masalasida bundoq yumshoq muomala qo'llanmasligi kerak edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi 22 davlat bosh elchisi qo'l qo'ygan o'rtaq bayonotga qo'l qo'yishi kerak edi. Tunilgan obzorchi Taha Aqyo'l obzorining oxirida ikki davlat o'rtasida tuzilmoqchi bo'layotgan milliard dollarlik to'xtamnomidan Xitoyning voz kecholmaydiganligini, shuni Turkiyaning kishilik huquq jihatdan Uyg'urlarga ega chiqishi kerakligini ta'kidladi. Amerika Davlat Majlisida dunyoda axborot va fikr erkinligini ilgari surish haqida qaror ma'qullandi. 15-iyul kuni mazkur qarornoma Amerika Avom palatasining a'zosi va shundaqla Avom palata istixborot komitetining boshlig'i Adam Shef tarafidan tunishtirilgan bo'lib, uningda Uyg'urlar va bo'libmi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga munosabatlik mazmunlar o'rin olgan. Qarorning Xitoyning axborot erkinligiga selayotgan ziyniga oid qismida Xitoy davlati ichida axborotni qattiq kontrol qiladigan Xitoy Kompartiyasining hozir o'z chegaralaridan halqib, chet ellardagi axborotni kontrol qilish uchun harakat qilayotganligi bayon qilingan. Va buningga Xitoy rejimining Amerika Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bilimi muxbirlarining Sharq Turkistondagi ig'ir kishilik huquq dafsandichiliklarini xabar qilishini to'sish uchun ularning yurtlaridagi oila tabiatlariga tahdid selish va hatto turmaga solashdek vositalarni qo'llanayotganligi bayon qilingan. Qarorda Amerika hukumatining dunyo miqyosidagi mushkil voqealarga qarata ochiq va keskin pozitsiya tutib, uni dunyo axborot erkinligi kuniga o'xshash fursatlarda ta'kidlashi, barliq tahdidlarga qaramay xizmat qilayotgan jurnalist va axborot xizmatchilarining demokratiyani qo'g'dash, ijtimoiy jamiyatni kuchlantirish uchun qo'shgan to'kpisini muayyanlashtirishi kerakligi. Har qaysi davlat hukumatlarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining axborot erkinligini qo'g'dashga munosabatlik ahdnomlari bo'yicha ish ko'rishga chaqirishi va ularning qarshi harakatlarini ochiq-oshkora tanqid qilishi kerakligidek moddalar o'rin olgan. Yuqoridagi bu qaror Amerika hukumatining dunyo miqyosida axborot va fikr erkinligiga qaratilgan besimning kuchayotganligidek bir amaliyotga qarata tadbir qo'llanib, sog'lom demokratiyaning asosi bo'lgan erkin axborotchilikni faol tashabbus qilish va qo'llashni, erkin axborotchilikni Amerikaning demokratiya, kishilik huquq va davlatni qonun orqali idora qilishni tashabbus qilish xizmatlarining muhim vazifasi qilishni maqsad qilgan. Mazkur qarorning tunishtiruvchisi bo'lgan Avom palata istixborot komitetining boshlig'i Adam Shef yaqinda Amerikaning 2020-yillik istixborot xizmatlarini amaliylashtirish haqidagi qonun loyihasini tunishtirgan edi. U loyihaning 5-bob 2-moddasi Uyg'urlarga munosabatlik bo'lib, uningda Amerika davlatlik istixborot idorasidan Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan besim siyosatlari va lager tuzumi ustida tekshirish elib berishi talab qilingan edi. Xotanning Keriya noyasiga selinmoqchi bo'lgan aerodrom diqqat qo'zg'adi. Xitoy rejimi Xotanning Keriya noyasiga yangi bir aerodrom selishni qaror qilgan. Atalmish Shinjong gazetining 16-iyul tarqatgan bir xabardan qaraganda, Keriya noyasiga yangi aerodrom selish qarorini Xitoy davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti tekshirib tadqiq qilish natijasida bekitgan bo'lib, uningga markaziy hukumatdan 7 milliard 600 million yuan mablag' selindi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Keriya aerodromi yillik 180 ming odam qitim yo'lovchi toshish va zo'r ko'lamda yuk toshishdan iborat sig'imchanlikqa moslashtirib selindi ekan. Texi yaqinda Xitoy taratqullari bu yil 2-iyuldan boshlab Xotan bilan Chongqing o'rtasida aeroplan qatnaydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy rejimining yaqindan buyon Sharq Turkistonning janubidagi viloyatlardagi havo va tosh yo'l qatnashini dal 3 milliondan ortiq Uyg'ur qatorliq millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan joylar cho'ldarab qolganda kuchaytirishi diqqat qo'zg'amoqda.
Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, Xitoyning 2017-yili 2-oyda boshlangan umumyuzlik lagerga qamash harakatida Xotan asosliq zarb berish nishonlarining biri bo'lgan. Yana bu rayon Xitoy rejimining ichkiri o'lkalardan ko'plab xizmatchi xodim qabul qilib, ko'chman yo'tkaydigan asosliq rayonlarning biriga aylangan edi. Navbatda Xitoy rejimi Sharq Turkistonga bo'libmi janubdagi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan rayonlarga sayohatchi jalb qilish tashviqotini hassilab kuchaytirmoqda. Bu joylarga ko'plab Xitoy aholilarining kelib o'rinlashishi, makonlashishi tashabbus qilinayotgan bo'lib, buning uchun qatnash sharoitlarini yaxshilashga ahamiyat berayotganligi inkos qilinmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.